Assalomu alaykum o'zbegim. Xonadonlar tinchmi? Bola chaqalar, uydagilar hammalari. Xudoyim taoloni fayz barakotlari xonadonlaringga tinmay yog'ilib tursin. Allohning rahmatlari yog'ilsin xonadonlaringga. Juma ayyomlaring bilan yoppasiga tabriklayman hammalaringni. Bir ukaxon yozishibdi. Aka, shu mevani o'qlayganlarda haqida ham bir gapirsangiz aka deyishibdi. Men nima derdim? Xudodan qo'rqmasa, mevani chirigani bormi, pishmagani bormi, tagiga o'qlaylar. Tepasiga bejirimini qo'yinglar. Keyin o'sha bejirimni narxida sotinglar. Vaqti kelib bir kun mana bu yerga kelib qolasizlar, mana bu yerga. Haqiqiy uy bo'ladi mana shu. Mana shu yerga kelib qolasizlar bir kun, bitta keyin afsus, nadomatlarni qilib yotaverasizlar. Balam uchun qiluvdim, ballalarimga bir zamin yaratib berayin deb ballalarim uchun harakat qiluvdim deysizlar-ku, ballaring keyin sizlarga yordam bermaydi. Voy, aytib sotavering, bitta daraxtdan 3 xil, 4 xil sortga ajrating. Aytib soting. Halol pulingizni harom qilmang. Oxiratda aldaganingiz uchun Xudoyim taoloning oldida shuna javob berasiz. Voy, bir lahza tortgan azobingizga arzimaydigan ishlar-ku bu. Xudo. Qachon Xudodan qo'rqamiz? Qachon bu qabrlarga kelib qolishdan qo'rqamiz ekan, ha? Allohning hisob kitobidan nimaga qo'rqmaymiz? Ko'zni oching. Meva puroshmisiz? Olib sotarmisiz? Kim bo'lsangiz ham Xudoyim taoloning o'zini chiqarib qo'ygan qonun qoidasi bor hammasini. Hushyor bo'ling. Mana xafa bo'lmang, joningiz salomat bo'lsin. Halol pulingizni harom qilmang hech qachon. Xudodan qo'rqib yashang.